O'zbekistonda bunday video aniq olinmagan. Lekin jamoat sizlarga gibrid avtomashinalar haqida video oldik. Bu bilan sizlar gibrid nima degan savolga javob bemalol olasiz. Bu bilan bizning mehnatimizga qadriga yetib, like va podpiska esdan chiqmasin. Bu video olish uchun bir kun bizning vaqtimiz ketdi. Birinchisi logika gibrid, ikkinchisi HEV, ya'ni faqat benzin quyiladi, elektrik porti yo'q. Uchinchisi plug-in gibrid, DM, ya'ni bunda ham benzin quyiladi, ham zaryadka. To'rtinchisi последовательный gibrid hisoblanadi, bu dvijok hisobida ishlaydi bular. Birinchi gibridimiz bu logika gibrid hisoblanadi. Bu biz tanigan, bilgan 2022-yildan tepasida chiqqan Equinox'larimizda salonning ichida 48 volt akkumulyator bo'ladi. Ikkinchisi 12 turbosida bo'ladi. Uchinchisi Monza 1.3 turboda bo'ladi. O'zi 48 voltli akkumulyatorning vazifasi mashina harakatlanganda razgom, ya'ni razgomda dinamga tok berib turib, razgomni kuchaytirish ham rasxodni pasaytirish bo'ladi. O'shaning uchun eski Equinox'ga nisbatan yangilarning rasxodi kam chiqadi. Mana yangi Equinox'imizda dinamida ustalarimiz yaxshi bilishadi. Ikkita qalin simi bo'ladi, oldi tomonda natijali bo'ladi. Bu nimaga esa 48 voltli akkumulyator tok chiqib, faqat razgomda kerak bo'ladi. U narsa qolgan payt ishlamaydi. Yana noto'g'ri fikrga bormaylar. Bunisi eski motorimiz bo'ladi. Mana bunda dinamda simi bir dona bo'ladi. Men ko'rsatganimiz bilan baribir bu ko'rinmaydi. Ustalarimiz yaxshi bilishadi bu narsani. Ikkinchi gibridimiz bu HEV, ya'ni bunda faqatgina benzin quyiladi, u tomonda elektr porti bo'lmaydi. Buning sababi mashina 50 tezlikgacha yurganda razgom qattiq berilmasa, faqat elektrda o'zida yuradi. Zaryad porti bo'lmaydi. Mashina dvigatel ishlaganda, zaryad tugagandan keyin dvigatel avtomatik ham balonni ulaydi, ham akkumulyatorga, orqada akkumulyatorga zaryadga beradi. Buni keyin kilometr degan joyi bo'ladi. Naprimerni kilometri 40 kilometrdan maksimum 80 kilometrgacha faqat elektrda o'zida yuradi. Hammasi har xil bo'ladi. Bunday motorlar 90% ko'proq Toyota'larda uchraydi bu narsalar. Uchinchi gibridimiz bu PHEV, ya'ni plug-in gibrid hisoblanadi. Bunda DM yozuvi bo'ladi. Bunda bitta zaryadning porti bo'ladi, zaryadga qiladigan, ikkinchisi benzin quyadigan baki qoplog'i bo'ladi. O'shani hisobiga buni plug-in gibrid DM yozuvida chiqadi bular. PHEV, ya'ni plug-in gibridda ham benzinli dvigatel, ham elektr dvigatel bo'ladi. Elektr dvigatel ham balonda aylantiradi, ham motor dvigatel, benzin dvigatel ham motorda balonda aylantiradi. Zaryadga ham beradi. O'shaning hisobiga bularning ot kuchi katta bo'ladi, quvvati ham katta bo'ladi. Ya'ni 300 tadan 400 tagacha ot kuchi bo'ladi bularda. Plug-in gibridlardagi mana shu motor ko'rinishi mana DM yozuvida bo'ladi. 90% gibridlarning ko'rinishi faqat bir xil bo'ladi. O'shani chuqurlashmayapman. To'rtinchi gibridimiz bu последовательный gibrid hisoblanib. Bular Nissan avtomobillari, C16lar, Leapmotor mashinalarida bularning vazifasi faqat dvijok bo'lib ishlaydi, ya'ni balonni bular qo'shmaydi. O'shani hisobiga motorning ovozi past bo'ladi, yurganda balonga qo'shilmagan bo'ladi. Masalan, 3-chi gibridimizga o'xshagan, 2-chi gibridimizga o'xshagan balonga qo'shilmagan bo'ladi. Faqat bular oldida ham motor bor, orqada ham elektr dvigatel bor. Ularga tok chiqarish vazifasini bajarib turib, dvijok hisobini, generator hisobini qilib beradi. Gibridlar haqida to'liq ma'lumot oladigan degan umiddamiz. Bundan tashqari, gibrid va elektromobil haqida ma'lumot olish uchun kommentariyada yozib qoldiringlar. Bizning YouTube, Telegram, Instagram sahifamizga obuna bo'linglar. Bundan zo'r videolar har oldinda.